Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Hozir Mantimin Hoshurning Nozugum nomli povestini o'qishni davomlashtiramiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahmat. 7-bob. Xoinga o'lim. Ota dushmanini o'zingga do'st tutma. Xalq maqoli. Egiz qum dövelerinin arkasında turgan bu xarabe gümbez Irak'tan qaragan kişilerinin ko'ziga çeliqmaydi. Qaçandır bir çağlarda bu yer həşəmətlik xanaqa, məscid və tünek xanalar bilen abad edi. Mazargoy aşıqlar üçün yoğan daş qazallar toxtumay qaynab turardı. Hazır ətrafdaki həmmə нәрсе qum astıda qalğan bulub, qaysı bir avliyaga atab selingan mushu egiz gümbazla cho'qchiyib chiqib qolgan edi. Gümbazning ichi sirtiga oq gej bilan suvab chekilgan gullar o'shgan. Uning akmi qilib yasalgan to'rislardagi ajoyib naqshlar xiralashgan edi. Gümbazning sharqqa qaragan kichik ishikining yog'ochlari har tarafga qiyshib turardi. Baqining odamlari Sidiq Xo'jani mana mushu gümbaz oldiga akilib tashlagan edi. Qo'li orqasiga bog'langan Sidiq Xo'ja yukinib o'ltirib oldidagi kishilarga yalvormoqda edi. Chiroylari aptapda qaraygan 10 necha yigit uni o'tkir ko'zlari bilan ko'zitib turardi. Rahim qilinglar o'g'ilrim. Xudo rahimdil bo'lganlarni yaxshi ko'rdi. Mendek bir asiy bandining bir qo'shiq qiynidan kechinglar. Tur o'rningdan deb barqaradi Baqi. Sening hayoting o'zingning bir qo'shiq qinini tilashdan neri bormadi. Shu bir qo'shiq qining uchun talay begunohlarning qinini sal qilib oqqizding. Xudo azmaz. Biz Xudoning ozg'uchi bandalarimiz. Men ozdim, meni kechiringlar. Seni o dunyoga borganda Allohning o'zi kechirsin. Bizda sana rahim qilish huquqi yo'q. Xalq seni Alloh burulli o'limga hukm qilgan. Biz hukmni ijro qilguvchilarmiz. Sidiq Xo'ja voy dod selib cho'lni beshig'i kiydi. Gümbaz ishikiga yo'linib turgan Hasan Darvish shu tapda cho'nqur xiyolga cho'kkan edi. Uning ko'z oldidan tuman bo'yida to'kilgan qonlar, qirilib atgan xalqning ohuzari, Qashqar shahri darvozalariga esilgan boshlar, Çin lashkarlarining qonli qamchisi ostida so'rilib kelib atgan so'rgillar o'tmoqda edi. Sidiq Xo'janing yalvorib biljirlashlari Darvishning jahlini qo'zg'adi. Qiziqqan uning tomirlariga tepib, quloqlari vingildab ketdi. U yenida turgan yigitning g'ilipidan o'tkir qilichini sug'urib oldi-da, gursildab dassab o'ttirga keldi. Qani yigitlar, uning qo'lini yeshib etinglar. U qandaqli bo'lmasin, bir musulmonning bolasi. O'lish oldidan tahorat elib olsin. Yigitlardan biri kelib, Sidiq Xo'janing qo'lini yeshib etdi. Yana bir yigit uning oldiga bir qapoq suv keltirdi. Lekin Sidiq Xo'ja qo'li bo'shi bilanla hech nimaga qaramay Hasan Darvishning oldiga etilib berib, uning putini quchoqladi. Hasan, sening odam o'ldirishga qandoq qo'ling bor edi? Xudodan qo'rqmamsan? Allohning muborak nomini hamma tang eg'izga oladi. Lekin kimning Xudodan haqiqiy qo'rqib, pok yashiganligi faqat mahshar kunida ayriladi. Seni o'ldirish gunoh bo'lsa, mayli. Alloh bu gunohni mening zimmamga yozsin. Aytqina, mening nima jinoyatim bor? Xalqqa yomonlik qilish niyatim yo'q edi. Lashkarlar meni qilish ostiga elib zo'rladi shu. Abdurish damollanmo sana o'xshash zo'rlangan edi.
U düşmanning ayğıda ümeleştin, ölümni əla bildi. Şunda men korkunçaq, men cinayetimni yüyümen. İflas, senin bütün hayatın cinayet bilen tinip ketken. Sen onu öz qiynin bilen yumuğuça yüyüp tügütelmeysin. Bir gün oşuq ömür görsen, zimmandaki cinayet bir ölüş aşıdı. Men senin hayatını öz kolum bilen tamamlaş üçün seni çöl boyu qoğlap geldim. Qop ornandın, taharet elip iman etip al. Ölüş vaxtıdı bolsun o adamdek öl. Sıdık Hoca qum üstüge özün taşlap, hörgirep yığlaşqa başladı. O yoğan közlerini her tarafga taşlap, jinimni qutuldurup qaladigan başqa birər narsa yo'qmidi deb alaq jalaq qaraydi. Ovozining boricha faryod salatdi. Kitobxon, cho'shqini o'ltirsang, chirqirab jon beradi. Hayvatli qarag'ayni kessang, u un chiqmay o'riladi. Taqat qilolmagan darvish Sıdık Hoca'ni yerdan yo'lib elib, qilish bilan bir urupla kallasını üzüp taşıldı. Şunun bilen faryod ovozi o'chib, go'yo gurkirab chiqayotgan bo'ron birdilla tinchib qolgandek atrofni ig'ir jimjitlik bosdi. Xoinning kesilgan beshi gumbaz ishiki yeniga qonqib tushib, qumga dum bo'lib petib qolgan edi. Dervish qo'lidagi qilichni yerga tashildi. Ay yigitlar, kelinglar. Bu jasadni vaqtida ko'mib etayli va uning qabrisi ustiga hammaga ibrat bo'lg'idek bir so'z yozib qoldirayli. Aytishlariga qaraganda, keyin bu yerdan o'tgan yo'lovchilar bu xaraba gumbazning yenida paydo bo'lib qolgan yangi bir qabrni ko'rgan. Qabr yeniga qo'yilgan toshqa aniq qilib, kimiki bu yerdan o'tsa xoinga la'nat o'qig'ay degan so'zlar o'yilgan ekan. Shu ishdan keyin surgunlarni qutuldirib qilish uchun ularning qarasini yuttirmay agishib kelayotgan Baqining yigitlari tun qorong'usidan foydalanib, ching lashkarlarga bir necha qitim hujum qildi. Ammo lashkarlar son jihatdan nihoyat ustun edi. Yigitlar har qitimda 10 necha dushmanni yerga shiltib, chekinib g'oyib bo'lishga majbur bo'ladi. Çöl qaplanlarının hucumidan aramsızlangan lashkar boshliqlari oxiri kengishib, 100dan oshiq lashkarni qaroqchilarni qo'g'lab yo'qotishga ajratdi. Qolgan lashkarlar surgunlarning mengishini ittiklatish uchun yo'l ustidagi mahallalardan dehqonlarning eshaklarini bulab kelib, har bir eshakka 2dan tutqunni, erni oldiga qartib, ayolni orqaga qartib o'ltirg'izib bog'lab, ularni jedallab haydadi. Bara-bara hava salqinlashib, taqir-taq qumluqlar oxirlashib, poyonsiz o'tloqlar, qarag'ayliq tog'lar uchrashqa boshladi. Surgunlar ili vodisiga yaqinlashmoqda edi. Qaroqchilarni qo'qlashga ajratilgan lashkarlar Baqining yigitlari bilan kichik bir tog' ichida do'qirishib qoldi. Jallatlarning qiqas cho'qini, to'miri qurollarning bir-biriga tegib jaranglashidan tog' qushlari urkib havoga ko'tarildi. Bu qattiq jangda Baqi ig'ir yardar bo'ldi. Ko'ngliga bir heylini pukkan Hasan Darvish yigitlarni chekinishga buyurdi. Çöl yigitlari o'zlarini qo'g'lab kelayotgan ching lashkarlarni bir ko'rinib, bir ko'rinmay to'p-to'g'ri 3 kun agashtirib yurdi-da, ondan g'oyib bo'lishdi. Ching lashkarlari o'zlarining aldanganligini tushunganda taklimakatning barsi kelmas qumliqlarga allaburun ishkirlab bo'lgan edi. Bu yerda na suv, na giyoh, na hayotlikdan asar yo'q edi. Gündüzleri qiziq quyosh bosh ustidan neri ketmay minglarni qo'yintib etadi. Kechalari dahshatlik bo'ron ko'tarilib, ot-uloq odamlarni qumga ko'madi. Yigitlar ching lashkarlarini abjillik bilan ana shundoq tirikla do'zaxga tashildi. Bu yerdan bir mu lashkar yo'l tepib
qaytib chiqolmadi. Bir mezgil bu çöl asmanini quzg'unlar qopladi. Uzun yillargacha bu yerdan o'tgan yo'lovchilarga qilish, qalqonlar, qaqjirab oppoq yog'ochga o'xshashib qolgan ustiqonlar uchrab turdi. 8-bob. Qul sodisi. Zalim dovang zar yig'latdi, yo'qsullarni ko'p qaqshatdi. Yosh demidi yoki qeri darg'a asdi, pulga satdi. Xalq dastoni Nozgumdan. İliga haydab kelingan sürgünler G'ulji shahri yanidagi sharqiy yamulga qamalgan edi. 10 kun o'tgandan keyin barliq gündaxonalarning ishiga echilib, sürgünler yamul ichidagi keng bir maydonga elib chiqildi. Bu yer har qitim 6 shahardan keltirilgan tutqunlarni sotadigan rasmiy bozor bo'lib qolgan edi. Bugun bu yerda elining keng munbat yeri suyini bo'lishib olgan zimindarlar, uzun choshliq to'rilar, boshlarga egiz mo'zi kiyib, qo'llariga yalpigo'sh tutib, tovar chaponlarining pashlarini ko'tarib olgan amaldorlar ig'onshib yuradi. Ularning ba'zilari uchun dehqon, ba'zilari uchun molchi, ba'zilariga ko'mir qazg'uchi, ba'zilariga uy chaqiri va ba'zilariga bo'lsa chiroyli qizlar lozim edi. Sürgünler chiqishi bilan heliqi odam bediklari har tarafdan kelib o'lashdi. Ular sürgünlarining ichini arlab, xuddi mal bozorida mal ko'rgandek qarashtirishga boshladi. Ba'zilari olmoqchi bo'lgan odamini uyoq bu yoqqa o'rib, bo'ljun go'shtlarini tutib ko'rib baqatdi. Özlerining setilayotganligini ko'rib turgan sürgünler bu chidag'usiz xo'rliqni ichiga yutib, odam qilipidan chiqqan vahshiylarga o't jaqnab turgan ko'zlari bilan la'nat yog'diradi. Sodisi bitgan boylar olgan odamlarining pulini to'lab, chetda turgan chaparmanlarining yordami bilan ularni xuddi qassoblar mal bozoridan mallarni haydab chiqib ketayotgandek so'rashtirib elib minishga boshladi. İlideki çoğun əməldarlarının biri bolğan Şisən Daloyi xotunparast adam edi. O Qashqardan chiroyli qizlara keltirilibdi degan xabarni anglab, bu yerga o'zining mal olg'uchisini avatgan edi. Şisən Daloyi avatgan odam Ju familiyalik pakar semiz nima bo'lib, boshqalar uni Ju Pangza deydi. Ju Pangza sürgünlari ichidagi ayollarga bir-birlab qarab chiqqandan keyin Nozgumning oldiga kelib to'xtab qoldi-da, "Pa, odam bolasimi munda qimlashgan bo'ladi ekan-a?" debdi. Beshig'i kelgan ig'ir kunlar va uzun yo'l azobi Nozgumning chiroyini sarg'aytgan bo'lsa-mu, uning butun siyoqidan yanada yoshlik va go'zallik urg'ib turadi. Nozgumning quyuq qora chochlari chegishlanib, ko'nlaklari yirtilgan edi. U nozik qo'llari bilan ko'ksining uchib qolgan qismini Ju Pangzaning hayosiz tikilgan ko'zlaridan daldi qildi. Ju Pangza hijoyg'inicha sürgünlarni setish ishini boshqarayotgan amaldorning yeniga ig'onlab keldi. Bizning Daloyiga ashu qizchaqni olsaq bo'larmikin? Bahos qanchadi? Daloyiga biror chantu qizni tortiq qiladiganmi yo'limiz bor edi. Lekin yo'lda ko'p chiqimlar bo'ldik. Bo'lmasa bo'ldi. Puli qancha? Daloyidan ko'p so'ramaymiz. Tapanaqimiz uchun mana mushinchiliklar bir narsa bersanglar bo'ladi. Amaldora qo'l ishorasi bilan Nozgumning bahosini uqtirdi. "Vah, bu bek o'ri bo'lib ketdi. Bunchilik pulga shundoq chanto'dan 5 ni setib olg'il bo'lmamdi." O'zlari mal toniydigan adam ko'rib turiblar, bu chanto qizi mushu mallarning oldi. Bahosiga chiqsa sotimiz, bo'lmasa Jangjunning o'ziga sunsaqmi, xeyli in'omga ega bo'la olamiz. Bo'ldi. Gapni uzartmayli. Munchilik oltin kumush to'lsak qandoq? Amaldor Ju Pangza aytgan bahoga ko'nmadi.
O uzun qo'llarini Jupanzining burnigacha sunib, Nozugumning xususiyatlarini sanab ko'rsatdi. Birinchidan, o'zi go'zal, ikkinchidan, ishqi chevar, uchinchidan, qamlashtirib naqsh eta oladi. Jupanza Nozugumga yana bir qitim lap qilib qaradi-da. Bo'pti. Undaq bo'lsa, mana munchalik sap oltin to'lay. deb bahoni yana o'rlatkinni ishorat qildi. Uzoq talishishdan keyin amaldor bilan Jupanza Nozugumning bahosini bitishdi. Parqirab turgan tillalar amaldorning olqiniga to'kilishi bilanla ikki chaparman kelib Nozugumni so'rashtirib elib mandi. Nozugumning oylab billa bo'lgan jafokash safardoshlaridan ayrilishga ko'zi qiymaydi. Sörgünlər yaşqı to'lgan ko'zlari bilan uni uzatmoqda edi. Xayr, salomat bo'ling Nozugum. Jahon zolimlarning bo'lib ketmas. Xayr, omon bo'lsaq ko'risharmiz. Nozugum ko'z chanoqlaridagi yoshni tutib qololmadi. O ixtiyorsiz dard alamlarini naqsh qilib aytdi. Oyni bulut to'sibdi, yulduzlarmi o'chibdi, go'r azobi o'likdan tiriklarga ko'chibdi. Beshimizda jallodlar qilichini o'ynatar, bu do'zaxdan nozukni qandoq bir jon ajratar. Hoy hoy deb silkishtirdi Nozugumni akitib bargan chaparmanlar. Nemanchilik qaqraysan? Aldirma texi, Daloyining uyiga barganda naqshini toza aytib olasan. To'qqizinchi bob. To'y. Ey zolim, yetar xalqqa azoring, qachongacha qaynar bu bozoring. Saltanat sürmek ne kerak sana, xalqni azgandin o'lgining a'lo. Saidi. Shisen Daloyining ayol xizmatkorlari Nozugumni yuyundirib, uningga bir qor yangi kiyim kiydirgandan keyin Jupanza o'zining bu qitim qilgan sodasiga bakmi mamnun bo'ldi. Nozugumning to'pchang ichida qolgan chiroyi pokizlanib, uning husniga husn qitilgan edi. Nozugumni Daloyiga ko'rsatish uchun Daloyining yasidoq o'ylasining o'tirsi bilan elib manganda, uning cho'ng-kichik xotinlari o'z hujurlarining eshiklaridan beshini chiqarib, hasad bilan qarashdi. Nozugumni akirganda Shisen Daloyi uyning to'ridagi kanda qora tovar ko'rpa ustida yonpashlab yetib, apyun chekivatdi. Shisen Daloyi go'shlik kang yuzini chechak izi qaplagan cho'qir edi. Ömrü kang junqara dallarida zo'ravonlik qilib, qon kechish bilan o'tgan bu zolimni kishilar orqasidan Shisen Maza deb atishadi. O ig'ir gavdasini taslikda qimirlatib, qiyshiq ko'zlari bilan Nozugumga sinchilab qaradi. Nozugumning uzun qora chechi g'uncha bo'yi bilan bo'ylashib turadi. Uning quloqlarining oldi kayni va nozik bo'yinlarida bolalarnikidek mayin tuklar aniq ko'rinib turadi. Qizning chiroyi xunuk oq chiroylardan bo'lmay, yiqimliq qora qumchoq chiroylardan edi. Uning butun siyoqi nurlanib turgan qizil yoqutga o'xshashadi. Yaraydi. Bu toza men o'ylaganimdan ekan, deb o'rnidan turib ketdi Shisen Maza. Jupanza yo'rg'iligicha Daloyining oldiga kelib, so'rgillarni sotgan amaldordan anglab olgan gaplarni takrorlab, Nozugumning xususiyatlarini sanashga boshladi. Mundaq chanto qizi kam tepiladi. Anisi selidak xo'jamlar uchun tuqqanda, bu qitim kelgan qizlarning ichida oldi mushu ekan, shunga ba'zimi o'rrak bo'ldi. Bo'ldi, kerak yo'q.
Şundaq, mal yaxşı, özü güzel, işqi çever, yana naydı naqşçı eken. Mən onu naqşı etkizib görüp aldım. Naqşçı? Qani, onunğa et. Onun naqşısını mən bir anlap baqay. Jupangza Shisen mazının tələbini Nozugumğa tərcüm qılıb berdi. Nozugum heç qandaq tartışıb turmayla naqşısını başlıvetdi. Yurtumni mən seğindim, otamni mən seğindim. Tirikmikin can baqam, xəbərini bilmedim. Yurtumğa yetelmesmen, otamni körelmesmen, baqamni körüp ölsem, hergiz arman qılmasmen. 6 aydın yalğızmen, Qashqar yolunu bilmesmen, Xuda meni saqlısa, sen zalimga tekmesmen. O nimi dep naqş etdi? U burun bundaq həşəmətlik öylərini körməgənlikini, mundaq çıraylık kiyimlərini kiymegənlikini qoşaq qılıb etdi. Silini maq dedi, dedi Jupangza. Yaxşı, onun avazımı saz ikən, mana zerikkəndə naqş etib bersin, onunğa et. O yol yürüp hardı, bir 2 gün obdan dəm alsın. Andan mən onun üçün çoğun toy ötküzüp berimən. O bunundan mı pozor öylerde turudu. Teximi esil kiyimlerini kiyedi. Shisen maza xizmetkarını çağırdı da tapan haqqı üçün Jupangzıga bir top güllük tavar berişke buyurdu. Shisen maza Nozugumni körüp haqiqatan xoşal bolğan edi. O uzundan beri moşundaq bir çıraylı yaş xotonga erişishni oylap yüretdi. Әмді o bu güzel kızını yine de elip yürüp, başka əməldarlarının közüdün ot çıqırıb etişini oylaganda xoşallıqı çekigi yetdi. O Nozugumni rasmi toy qilib elish qararıga keldi. Alman-talman tayyorlik qilib 3-cü günü toy başlıvetdi. Toyga Irak yaqindagi çoğun əməldarlarının hammasi degedek çaqırıldı. Eli Canjun'u özü kelenmegen bolsumu, Canjun məhkəməsidin alahidi sovqatlarını əvətib, Shisen Daloyi'nin toyunu qutluqlaydıqallığını bildirdi. Toy günü işkiri, taşqiri hoyladaki hocırlarının həmməsige joz rastlandı. Arkadaki kiçik öylərge alahidi mihmallar üçün əpyun jabduqları bilen macanlarını rastlap qoyuşmu untulup qilinmedi. Oylalarının içige aylandırıp güllük panuslar esildi. Muhabbizetçi çeriklerge mu adamgerçilik yüzsüdün bugün yeterli haraq tarqıtıp berildi. Keşke yaqın qoronun yoğan panuslar astıda yorup durgan qara darvazasının aldığa çoğun kiçik məbilər tıqılışıp qaldı. Toy nahayetimi qızıp, içişvazlık tam yoruğucu davamlaşdı. Shisen maza yigit üçün tayarlanğan xas hocrağa tün yermedin aşqanda kirib keldi. Bu çaqda o degedek məs bolup öyrə dəssəb turalmaydı. Nozugum öyünün töredeki çimildaq içide atısı Hasan Derviş arqılıq əvətken xəncərinin sepini məhkəm tutqanicha min bir xiyallar bilen olduratdı. O atısı aytqan paklıqını saqlaş, muhabbetiga sodiq boluş degan vasiyatlarning ahdisidan chiqalarmı? Shisen maza ishik echib kirishi bilan Nozugumning yuragi ixtiyorsiz qattiq selib ketdi. Xizmatchilar Shisen mazaning sirtqi kiyimlarini soldirib qo'ygandan keyin bir-birlab chiqib ketishdi. Shisen maza hejayg'inicha chimildaq tarafga qarab mangdi. Qiz, sen tartinma. Shisen maza chimildaqni qayirdi. Qiz, sen yaqin kel. Yuraging nimancha dipildaydi? Qo'rqyapsan? Shisen mazining cho'qir yuzlari maslikdan o'pkadek qizirib esilgan bo'lib, og'zidan haraqning qansiq po'riqi bo'qsib turadi.
O özünü başquralmay qızның üstüge taşlandı və şu hamon ochiq bir og'riqni his qildi-da, "Voyjon!" deb varqirab etdi. Nozugumning kuch bilan urgan xanjiri uning yo'lini uzib tashlagan edi. Nozugum ikkinchi qitim xanjar urib, Shisan Mazining ko'kragini bo'sib etdi. O xuddi o't ustidagi ho'l qo'zaqdek to'lg'inib, chimildiq yeniga güp qilib tushdi. Bulduqlab etilib chiqib atqan issiqqan Daloyening uchiq qolgan og'ziga eqib kirishga boshladi. Ömür boyu qon içib toymagan bu jallat bugün o'zining to'yida to'ydi. 10-bab Qoshqun. Yoyi chiqdi tutqili, ajdiha bo'lib yutqili, o'nlab yoyi kelibdi, men nozukni tutqili. Nozugum qo'shoqlaridan. Nozugum Shisan Mazining uyidan qochib chiqib, tun qorong'usida o'zining qayoqqa qarab ketib borganligini bilolmay mengiyverdi. Ustidagi ig'ir to'yliq kiyimlar uning ittik mengishiga qarshilik qilib, har qadamda u nimalarga putlashatdi. Bara-bara uylari shalang'ishib, Nozugum bir ochiqchilikqa chiqib qoldi. Ehtimol bu atrof terilg'u yer bo'lsa kerak. Yiroqlardan itlarning ansiz havshagan og'azlari keladi. Nozugum to'xtab, ustidagi qon yuqi to'y kiyimlarini selib tashildi-da, qo'lidagi bo'psini yeshib, o'zining ko'n kiyimlarini kiydi. Qayerlardandir bulbul ovozi keladi. Oldi tarafdan salqin shamol uriladi. Kun chiqish taraf bilinar-bilinmas oqarib, yangi bir tongdan belgi bermoqda edi. Nozugum saharning sap havosini so'mirib, cho'nqur bir nafas oldi-da, g'ayratlanib yana menib ketdi. U erkinlik menga rostila qaytib kelganmidi deb hayajonlanadi. Erkinlik, sen ulug' va suyumliksin. Tömür qapasga solangan sana tashna qush bugun qapasni buzib chiqdi. Lekin u hozir qayoqqa uchishini, qayerga qo'nishini bilmaydi. Bu yat yurtning o'rmonlari, keng etizlari, har tarafga qarab ketgan yolg'iz oyoq yo'llari uningga notanish. U o'z yurtidagi qiziq to'piliq yezi yo'llarini, loyiqib oqadigan tuman daryosini, Qashqar shahrining Vang chunliq ko'chalarini to'limi seg'ingan. U shu manzillarga yetib bora olarmi? Nozugum beshi ustidan uchib ketgan qushlarga talmirib qaradi. Uningmi shu tapda ashundoq bir jup qanoti bo'lsa, u bulutlargacha ko'tarilib, Qashqar tarafga qarab biroqli uchib ketsa. Nozugum uchib emas, yanala mengib ketib boradi. U shivoqliq keng bo'zni kesib o'tgan yolg'iz oyoq yo'l bilan tövallab tushib, tuyuqsiz daryo bo'yidan chiqib qoldi. Bu chaqda atrof yo'rib ketgan edi. Nozugum qirg'oqlarigacha suv bilan to'lib eqib daryoga qarab hayron bo'ldi. O'z umrida u mundoq mo'l so'liq eqinni ko'rmagan edi. Daryo o'tirsidagi chatqallardan bir to'p suv qushlari palaqshib ko'tarildi-da, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Neriroqdagi qirg'oqda oppoq soqolliq bir bovay suvga tashlangan qarmoq yeplariga qaraganicha xiyolga cho'kib o'ltiradi. U orqadan kelayotgan oyoq tebishini anglab, beshini ko'tardi. Nozugummi oldida tuyuqsiz paydo bo'lib qolgan bu odamni ko'rib, cho'chib to'xtadi. Assalom ota. Va alaykum assalom qizim. Bu qoq saharda sen qayerdan paydo bo'lib qolding? Chiroying bir qismi ko'rinadi. Beshinga kun tushib, o'zingni daryoga tashlashga chiqqan o'xshamamsan. Bovay uzun yillardan beri bu qirg'oqlarda beliqchilik qiladi. Dard alamga chidamay o'zini daryoga etib oladiganlar uningga ko'p uchrab turadi. Ba'zida uning tashlagan to'riga beliq emas, dardmanlarning jasadi elinib chiqadi. Shunga u bugun saharda osmondan tushgandakla paydo bo'lib qolgan bu qizni cho'qim
özünü daryoga tashlab olg'ili kelgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Qo'y qizim, paylingdan yon. Özünü o'ltirib olganlarni Allohim yaxshi ko'rmaydi. O'zingga sabr ber. Nozugum nima deyishini bilmay yerga qarab turadi. Nemishqa un chiqmaysan? Qandaq ishlar seni bu yerga so'rab chiqdi? Menga so'zlab bergina. Nozugum beshig'i kelgan kulpatlarning qaysi birini aytib tugitalisin? U so'zini tuman bo'yidagi jangdan boshlasinmi yoki cho'l yo'llardagi azobdanmi? Yoki o'z nomusini bulg'amoqchi bo'lgan yovuzni bugun kecha qandoq ujuqtirganini aytsinmi? Nozugum beshini ko'tarib bovayga qaradi. Mushaqqatli yillar bovayning egiz qaddini pukkan bo'lib, daryodan urgan yenik shamol uning yepakdak yumshoq soqollarini yelpib turadi. Kim biladi? Ko'z oldida turgan oppoq soqolliq bu bovay saharda uchirgan Xizirning o'zimi? Nozugum birdanla o'zini to'xtatolmay yig'lab ketdi-da, bovayning oyog'iga o'zini otdi va beshidan o'tgan kunlarni uningga birma-bir so'zladi. Çin lashkarlari Shisan Mozining o'lganligini faqat kun terak bo'yi o'rlagan chog'da bildi. Dastlabda Daloyi toza mazza qilib uxlayotgan o'xshaydi deb hech kim kirib uyg'otishga jur'at qila olmadi. Lekin kun o'ptalla o'rlab ketganda uni uyg'otmaymi bo'lmadi. Akşam ketelmey qo'nib qolgan yuzlik mehmonlarning ba'zilarini qoida bo'yicha Shisan Daloyining o'zi uzutib qo'yishi lozim edi. Daloyi chiqmagandan keyin ularni Daloyining obro'li xotini Lin Tatay uzatdi. Xo'shlashayotgan amaldorlarning ba'zilari ma'nili kejishib, ish vaqasi yo'q, Daloyi bugun obdanroq uxlab olsin deyishdi. Yana ba'zilari Tatay, kirib ajirtib qo'ymisingiz, Daloyi yosh xotinga chopishib qolmasin yana deb ochiq zangliq qilishdi. Bu gaplar Lin Tatayning saprasini o'rlatdi. Osh, bu qeri yuzini dopdaq qilib nemancha chiqolmaydi dedi-da, berib eshikni qoqdi. Ichidan hech qanday shapi bo'lmagandan keyin u ochiq bilan eshikni bir ittirgan edi, eshik ochilib ketdi. Lin Tatay milanzini qayirib, uyga kiribla dahshatli chirqirab etdi. Shisan Mozi chimildiqning yenida qonda chilishib yotadi. Bu xabar Jangjun mahkamasidagilarni patparaq qilib etdi. Shisan Daloyining amaldorlik darajasini hisobga olganda, uning o'limini Beijingdagi xonlik mahkamasiga ma'lum qilish lozim edi. Ili Jangjuni Nozugumni tirik tutib kelish uchun to'rt atrofga cherik chiqardi. Nozugumni izlab chiqqan sheriklarning bir qismi daryo bo'yiga yetib kelganda, Beliqchi bobay Nozugumni kona qo'lbiqi bilan allaqachon yo'lga selib etgan edi. Bovaydan Nozugumni so'rab, uchurni ola olmagan sheriklar uning yekanlari bilan yepilgan kapsini o'ngtay-to'ngtay qilib o'tib ketishdi. Daryoning iqishiga qarab ittik ketib borgan qo'lvoqni sheriklar kashga yaqin bayqab qoldi. 50 yaqin otliq cheriklar kashga yaqin ot soldirib qo'g'lab kelganda Nozugum daryo bo'yidagi qelin qumushliqqa mo'kinib ulgurgan edi. Cheriklar bosh oyog'i ko'rinmaydigan bu qadimki qumushliqni qancha qidiribmi Nozugumni topolmadi. Kun o'ltirib atrof qorong'ulashmoqda edi. Cheriklar Nozugumni qumushliq ichidan chiqarish uchun qumushga o't qo'yib etdi. O't birdamdala ulg'oyib, gurildab ko'yishga boshladi. Qip-qizil yolqin osmonga ko'tarilib, atrofni yo'rtib etdi. Daryoning suvi qizil qondek tovlanadi. Qirg'oqqa to'plangan cheriklar har tarafga ot choptirib, qalaymaqan cho'qan silshatdi. Nozugum tun qorong'usidan foydalanib, qumushliqdan salomat qutulib chiqib, yana tövanga yo'l soldi.
O dolqunlarga urulup toluq bir kecha aqdi. Yana bir yeni tang atdi. Nozugum qo'qlab kelayotgan cheriklarning orqada qolganligiga ko'z yetkazgandan keyin qo'lvaqni qirg'oqqa tortdi. Daryo bo'yidan boshlangan yontuluq yuqurlab berib, yiroqdagi qarag'ayliq taqqa ulushatdi. Qarag'ayliq taq cho'qqilari ko'kish rang olgan bo'lib, to'liq chiroyli ko'rinadi. Nozugum qirg'oqqa chiqib, yuz ko'zini yudi. U aplik bir joyini tepib, azroq suv qaynatib ichib, isinishni izlaydi. Nozugum qo'lvaqdan beliqchi bovay bergan mis ko'ri bilan bir necha parcha qattiq nonni oldi-da, ko'riga suv elib, yuqurlab mengib ketdi. Nozugum qarag'ayliq tog' ichiga kirib, o'ziga panohlik joy izladi. Qelin qarag'ayliq ichi texi qorong'ulashib turadi. Damaqqa chirigan namxush tuproqning hidi urilatdi. Qurib, yiqilib, bir-biriga chirmishib ketgan qadimki yog'ochlar yo'lni to'sib turadi. Tinch yotgan soy jiralar, sirg'ib iqiyotgan tog' suvlari kishiga to'liq sirliq sezimlarni beg'ishlaydi. Nozugum yo'g'on bir qoram tashning orqasida qariyib ko'rinib turgan to'shikni ko'rdi. O siliq taşlar üstüden avaylab dasab o'tib, heliqi kamar ichiga kirdi. Bu ichi xelili keng qorong'u g'ar edi. Har holda kunduzlari odam ko'zidan, kechalari bo'ron chapqundan daldi bo'lg'adak yer topdim deb xo'shal bo'ldi Nozugum. Nozugum atrofdagi quruq o'tillarni yig'ib, g'ar og'zidagi qoram tashning oldiga gulxan yiqib, mis ko'rini qo'ydi. U 2 kundan beri uxlamagan va og'ziga hech nima solmagan edi. Lovuldab yenayotgan o'tning tapdi qizning badaniga rohat beg'ishladi. Moshundaq chog'da biror to'nish uchirsa, ha? Og'riqchan otsi hozir nima qilyotdi ekan? Boqam qayerlarda yurdigandu? O çöl yollarida qolganmidi yoki bu notonish yurtga yetib kelaliganmidi? Nozugum o'ziga qattiq harg'inlik yetganligini his qildi. Onunga birinchi bo'lib hujum qilgan dushman uyqu bo'ldi. U qoram tashqa yo'linib o'ltirib, xiyol bilan o'zining qandoq uxlab qolganligini sezmay qoldi. Tağ içini axtırıp yürüyen çerikler qarag'ayliq ichidan ko'tarilayotgan isni ko'rganda, bu yerda biror molchining qora uyi bo'lsa kerak deb o'ylab, go'sh, qimiz tama qilib, otlarning boshlarini is chiqayotgan tarafga boradi. Nozugum ot tuyoqlarining toshlarga urilgan ovozidan andikib uyg'onib ko'zini ochganda 20 ga yaqin otliq cherik uning oldiga yetib chiqib bo'lgan edi. Nozugum birinchi bo'lib kelgan cherikka qaynavatgan misgo'rni elib otdi-da, to'shqandak bir irg'ibla g'arning ichiga kirib ketdi. Cheriklar varqarashib, arqa-arqadan otdan tushdi. Bu g'arning og'zi tor edi. Nozugum g'ar ichiga kirib, uning kirish eg'izi yanada toshqa choplashib turib olgan edi. Uning qo'lida yana qari sapliq oti xanjiri parqarab turadi. Engishib kirgan birinchi dushman naq qo'lidan xanjar yedi. Cherikning qo'lidan uchib tushgan qilich toshga urilib jaranglab ketdi. Nozugum cherikning badaniga chunqur patgan xanjarni sug'urib olishga ulgurmadi. Bu semiz cherik o'zining ig'ir gavdasi bilan xanjarni billa elib yiqildi va o'zining darmonsiz qo'llarini sunib Nozugumning putiga esildi. Nozugum qarong'ulik ichidan yerga tushgan qilichni siypashtirib darhol topdi-da, orqaga o'rilib, cherikning ko'nlaklarining etigiga yepishgan qo'llarini bir urib uzib tashladi. O'lgan cherikning 2 puti texi g'arning sirtida turadi. Qolgan cheriklar uni putidan tortib sirtga chiqarib oldi. Bu cherikning bir qo'li bilan beshining yarmi qismi g'ar ichida uzilib qolgan edi. Dumbisida sepig'icha petib ketgan xanjar turadi. Bu dahshatli holatni ko'rib, hech kim g'ar ichiga qadam besishga jur'at qila olmadi.
Çerikler başlığı çeriklerge varqırsa, çerikler bir-birini aldığı itiratdi. Çerikler başlığı qancha zorlapmı öz adamlarını garның eğiziga apıralmadı. İçi qapqarаңғы bolup turgan bu gar hemmenin közüge ecel eğizi bolup görünetdi. Şu tapta garның içige kiriş emas, onun aldıdan jügürüp ötüp beqiş üçünmü çoğun kahramanlık gerek edi. Nozugumның qorşı bilen gallıqı toğrısıdaki xabar Jangjun mahkemesiga yetip kelişi bilen Jangjun yani 200 çerikni taq çıqışqı boyradı. Düşkü yakın tağ içini atlık çeriklerinin varan çoranı, atlarının kişneşleri kapladı. Ürkegen tağ kuşları egiz örlep bu tinç makanda payda bolup kalgan yeni mehmallar üstüde hayran bolup ägişetti. Nozugumni tirek tutuş jengige komandallık kılıdığan harbiy əməldar attın düşüp, heliqi dəhşətlik qarğa yiraqtın iňişip qarap vaziyetini közetdi. Onun kolada qanda qoral bar, deb so'radi harbiy əməldar. Düşmanning xanjiri olcu ilindi, qurban bolgan adamimizning qilichi g'arning ichida qaldi, deb javob berdi çerik başlığı. Hay aqlsizlar, bu kichikkina to'shikdan bir-birlab kirishadigan bo'lsang, u hammangni qirib tashlamamdi. Önkürning og'zini buzinglar. Çerikler lum tömürlerini tepip kelishib, g'arning og'zini buzishga başladı. Birer saat hepleşkenden keyin g'ar og'zi öydek içildi. G'ar içini yo'rtish uchun çeriklere qarag'ay shoxlarini qaramayga chilab, mash'allarni yiqishdi. Harbiy əməldar mash'al tutgan çeriklerini aldığa, qalğanlarını arqaga tizib, g'ar ichidagi düşmanga qarshi qiqas cho'qan bilan hayvatlik hujum boshlaverdi. Bu yerda xuddi arablar Yevropaga yurish qilgandek, Chingizxonning odamlari Sadichin sepilidan o'tgandek hayvatlik ko'rinish shakllandi. Biri aciz qizga qarshi 200 dan oshiq qurolliq askar sap tuzib hujumga o'tadigan mundaq ajoyib urush tarixdanmi kam uchrasa kerak. Her halda ular g'alaba qildi. Çerikler g'ar ichidan Nozugumni bog'lab elib chiqqanda yana bir qancha çerikning o'likimi belli chiqdi. Nozugum g'ar ichida har bir agilishlarda yoshirinib turib, ularni bir-birlab yiqitgan edi. Xayr, bugun mush yergacha o'qiyli. Mazkur asarning eng oxirgi bo'limini kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda o'qib tamamlaymiz. Xayr xo'sh, aman bo'ling. 2021 yanvar Janvad unga elindi. Dilfuruz Xani tayyorladi.